Ushbu sunnatni qiladigan bo'lsangiz, shaytondan sizga ana shu kuni himoya bo'ladi. Ya'ni qo'rg'on bo'ladi va siz 10 ta qulni ozod qilgandek bo'lasiz va 100 ta gunohingiz kechiriladi, 100 ta savob yoziladi. Nima u? Bor yo'g'i 10 minut vaqtingizni olishi mumkin. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Ushbu zikrni 100 marta aytadigan bo'lsangiz, aytilingan narsalar bo'ladi. Sizga shaytondan himoya, hirz bo'ladi ana shu kuni kech paytgacha va 100 ta hasanot yoziladi. 100 ta gunohlar kechiriladi, xatolar. Va 10 ta, ya'ni tasavvur qiling, 10 ta qulni ozod qilgandek bo'lasiz. Ushbu zikrni shartlarga to'g'ri kelishini xohlasangiz, ushbu vaqtda aytishga harakat qiling. Bomdod ozonidan to quyosh chiqqungacha. Allohim muvaffaq qilsin. Aytishga harakat qilaylik va ushbu sunnatga odatlanaylik.